Allah'ın muhabbeti insana yük bo'lmaydi, insana energiya bo'ladi. Allohdan boshqa har qanday bir narsaga muhabbet bağlagan odam, o muhabbet bağlagan narsadan chuqum azor yeydi, o sababli chuqum azob tortadi. Allah Taala fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Agar men bir bandani yaxshi ko'rsam, men o bandamning anglaydigan quli quluman deydi. Bunda biz qanday qilib Allohning muhabbetiga erishamiz? Qanday qilib Alloh yaxshi ko'radigan bandalardan bo'lamiz? Bu Allah acayip mehriban Allah ki, acayip özümüzün ataşkı layık ilah ki, günah kılmagan bendilimni demeydi ha. Hatalık ötküzmegen bendilimni yaxşı görmen demeydi Allah Teala. Sahabalarını Allah en yaxşı görülen kişilerin kim ikenligi kızıqatdı. Bu sebepten Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan bek köp sorulgan bu sual. Bir kişiler Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan karşıya gelip, ey Resulullah, Allah'a en süyümlü kişiler kim dep sordu. Tunca kelgan bam degan suhbatimizga tunca qayta siz keldingmi? Safa kuni keldingmi deymi? 2 yil bo'ldi atrofda suhbat qilyaptqili. Yana tunca kelgan inshaalloh. Bunday kelmay kelib qolar Xudoyim buyursa. Mana bu shundaq bir vaqtda hamma odam oldirash, dunyo tirikchiligi, yoshlar o'qish, bu shundaq oldirash vaqtlarda Allohning kalomini anglay. Qur'on menga nima deydi? Alloh zoti qandoq zot? Mush haqda bir tushunchaga ega bo'lay deb mush yerda bir vaqtga chiqishga nisb qilinishmi Allohning bir rahmati bo'lishi mumkin. Albatta boshqa qarindoshlar manfaatli ishlarni qilayotgan bo'lishi mumkin, ammo Alloh taolo bizni ana shu bizning yaxshi gumonimiz bo'yicha o'zi tanlagan kishilarning qatoridan qilsin. Qarorlarda bo'lgandek biz Allohni texmi yaxshi tunish uchun Allohga bo'lgan muhabbatimizni texmi cho'nqurlashtirib, texmi yaxshi ibodat qilish, texmi yaxshi musulmon bo'lish uchun Allohning go'zal ismlari degan darsimizni qilib kelyapmiz. Bir yildan oshdi. Endi biz bugun darsni boshlashdan ilgari menda bir savoldan boshlab baqsaq. Odatda bir ism tilg'ilinsa, damalliq ismimiz keladigan bir narsa bo'ldi. Masalan, o'quvchi desak, damalliq ismimizga nima keldi? Somka yoki sinf yoki maktab, shundaqmi? Imom desak nima ismimiz keldi? Masjid. Oshpaz desak oshxona. Shunga o'xshagan ba'zi ismlar tilg'ilinsa, damalliq ba'zi narsalar shu vaqtda ismimizga keladi. Endi men sizlardan bir savol so'rab baqsam, Alloh tilg'ilinsa, eng tez shaklda ismlarga keladigan narsa nima? Nima keldi mahdi ismga Alloh degan vaqtda? Hech nima kelmadi ya. Namoz. Ya'ni-chi, biz kichik vaqtlarimizda ota-onamiz ko'p hollarda bizni balam uni qilmang, balam buni qilmang, Alloh jazolaydi, u degan so'zlarni jiq ishlatgan bo'lg'achqa, ko'p hollarda Alloh tilg'ilinsa, g'azab yoki do'zax mana shaklda ko'proq ismimiz keldi. Albatta bu tarbiyaning nurg'un foydali taraflari bor, ammo yana nurg'un salbiy taraflari bor. Ko'p hollarda afsuski, bugungi kunimizda bo'libmi, nurg'un yoshlarda Alloh tilg'ilinsa, esiga hech narsa kelmasligi mumkin. Namoz deb o'qishimiz mumkin, ro'za deb o'qishimiz mumkin, hech narsa kelmasligi mumkin. Bu nimani bildiradi? Bizning Allohga bo'lgan yana tunishimizning ojizligini bildiradi. Agar xiyolingizga Alloh degan vaqtda g'azab, to'qmoq, jahannam kelib qolsa, yana Allohni to'g'ri shaklda tunmagan bo'lamiz. Allohningki intiqom sifati bor. Allah'ın g'azab sifati bor. Bu hammasi to'g'ri. Lekin Allohninki biz bugun o'qiydigan bir sifati borki, u bo'lsa-mu el-vedud. El-vedud deganimizning 3 xil ma'nosi bor. Birinchi ma'nosi bandalar ichidan o'zi tanlagan, o'zi sifatlaganlarini sababsiz, shartsiz haqiqiy so'yguchi degan gap. Endi biz Allohni suyimiz deymiz, ko'pinchimiz. Ham Allohni suyish uchun, Allohni tunish uchun Allohning ismlarini o'rganyapmiz. Aslida bir bandaninki Allohni suyishi nihoyat normal ahvol. Chunki bir odam yaxshilik qilgan odamni suyadi. Masalan, biz ota-onamizni suyimiz, ota-onamizni yaxshi ko'ramiz. Nima uchun biz ota-onamizni suyimiz? Chunki ota-onamiz bizga ajoyib yaxshilik qiladi, biz uchun ajoyib bedellarni to'laydi. Va shundaqla bizni bir qatam mehmon qilgan odamni yaxshi ko'ramiz. Unga egilibroq salom qilamiz. Shunga o'xshagan bir odam degan bir yaxshilik qilgan odamni yaxshi ko'rish bu nihoyat tabiiy ahvol. Endi cho'nqurroq o'ylab boqali. Bizni yo'q yerdan Alloh paydo qildi. Paydo qilib bo'lgandan keyin onamizning rahmati bizni 9 oy, 9 kun saqladi, himoya qildi, kuyandi, rizq avatdi. Biz bu dunyoga ko'z ochgandan keyin ma'lum sabablar tufayli onamiz vasitasi orqali bizga sut avatdi. Sut nereden keldi? Onamizdan so'rayli, onamiz bilmaydi. Ma'lum sabablar bilan onamizga Alloh taolo sutni beradi. Onamiz bizga Alloh bergan sutni beradi. Biz onamizni yaxshi ko'rgan sabablarning hammasini bizga kim bergan? Alloh bergan. Va shundaqla biz yaxshi ko'radigan onamiznimi, dadamiznimi Alloh bergan. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda "Vallohu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a." Alloh taolo sizlarni onanglarningki rahmidan sizlar hech narsani bilmaydigan holatda chiqadi. "Va ja'ala lakumus sam'a." Sizlarga quloq berdi, "Val absar." Ko'z berdi, "Val afida." Yurak berdi deydi. Odatda biz buni hech o'ylanmaymiz hozir. Nimishqa hamma odam yurak quvvati bo'ladi, quloq quvvati bo'ladi, ko'z quvvati bo'ladi. Buni biz normal ishdek bilib ketaylik. Amaliyotda bu hamma odamda bo'lganligi bu normal ish emas. Nima uchun biz buni bir ne'mat ekanligini, Allohning qilgan yaxshilik ekanligini his qilolmaymiz, bilamizlar? Allohning bu rahmeti, bu bizni yaxshi ko'rishni ifodalagan bu in'omlarning hammasi davomli, uzluksiz bo'lg'achqa biz buni normal ishdek his qilolmaymiz. Bizga birisi yaxshilik qilaversa, masalan, men sizga har kuni kelgan vaqtimda sizlarni mehmon qilsam,
Her kuni iymon qilsam, normal suhbatda biz iymon qil deb o'ylaysizlar. Ammo oyda bir qatam iymon qilib qo'ysam, va yoki birasi iymon qilsa, uni sizlar yaxshi ko'rish mumkin. Demak, ne'mat va yaxshilik davomliq bo'lgan vaqtda inson uni ko'rolmaydi. Xuddi ma yuruqliq qattiq bo'lsa, ko'zimizni yuruqlikda ocholmaganga o'xshash, ne'mat qattiq bo'lgan vaqtda u ne'mat oldida biz aql ko'zimizni ocholmaymiz, uni normaldek ko'ramiz. Ulfat, ya'ni kunib qilish pardasi bizning ko'zimizda to'sib oladi-da, biz shukr qila olmaymiz. Alloh taolo bizga shunga buni eslatib nima deydi? Alloh taolo sizlarni yo'q yerdan ananglarni qo'zg'atdi, tug'dirdi, sizlarga quloq berdi, ko'z berdi, yurak berdi. Nima uchun? La'allakum tashkurun. Shukr qilishinglar uchun. Odatda bir doktor bir dorini azarroq bersa biz shuna xo'shlab ketamiz. Voy bizga yaxshilik qildi deb. Biyimiz og'ib qolsa, shu og'ib qolgan yani davolash uchun bergan dorini azam bersa xo'shilamiz. Endi shu a'zoyimizni necha saqilgan Alloh taologa bir xo'shilab baqdikmi? Inson tuzkor bo'lg'achqa, ham bu doim bo'lg'achqa inson badanda ko'p hollarda saq bo'lg'achqa, ko'p hollarda tinch bo'lg'achqa inson bu ne'matlarni tunayolmaydi. Amaliyat o'ylab baqadigan bo'lsak-chi, hammasi Allohga rahmat aytishga tegishli. Hammasi Allohni cheksiz suyishga tegishli sabablar. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda sura Fatihada Alhamdulillahi robbil alamin. Butun madhiyalar Allohga xosdir deydi. Nima uchun? Butun ne'matlarni bizga Alloh berdi. Masalan, hozir gap qilyapman. Men gap qilishni iroda qilaman. Bu gap qilishni nurg'ulg'an sabablar ketadi. Mening qinim joyida o'ynashi lozim. Men nirvam joyida turishi lozim. Yurkim joyida so'qishi lozim. Hech qasdi mening xavrim yo'q. Hammasini Alloh taolo so'qtiryapti. O'ylab baqadigan bo'lsak, biz Allohning ne'mati ichida g'arq bo'lib ketganlik. Allohning ne'mati cheksiz, davomli bo'lg'achqa, buni biz normal ishdek his qilib. Biz eng yaxshi ko'rgan narsamiz nima? Eng yaxshi ko'rgan bolalarimiz nima? Cho'nglarningki qarab shu qonmay qoldigan nervlarini Alloh taolo Qur'on Karimda eslatib, "Vallohu ja'ala lakum min anfusikum azvaja." Ey insonlar, sizlarning juftlaringlarni Alloh taolo sizlarga berdi. "Va ja'ala lakum min azvajikum banin va hafada." Bolaringlarni, nervlaringlarni sizlarga Alloh berdi. "Va razaqakum minat tayyibat." Pak narsalarni sizlarni rizqlantirdi. "Afa bil batili yu'minun va bi ni'matillahi hum yakfurun." Ana shundaq ne'matlarni tunib, biz Allohning g'arq ne'matida ishida ekan, biz yaxshi ko'rgan onamizni Alloh beribdi. Biz rizqlanayotgan bütün narsalarni, quyoshning yorug'ligini, havoni, suvni biz Allohning ne'matisiz hech qanday bir hayotlik kechirolmaydi ekanmiz. Endi mushuni tunib, "Afa bil batili yu'minun." Batilga ishinib, Allohning ne'matiga kufrlik qilib, mushundaq ma'amsizlar yoki bu ne'matlarni tunib Allohga ishonamsizlar. Allah Taala. Demak, inson doim mana shunday ne'matning ichida g'arq bo'lg'achqa, ne'matni tunayolmaydi, Allohni yaxshi ko'rolmay qoladi. Amaliyotda baytlidiq-ku, buni inson kofir o'zimi aqlan bo'lsa, o'ylab baqadigan bo'lsa, inson Allohning ne'mati ichida. Inson bir qahva akib berganiga rahmat deydigan bir inson. Unda bo'lgan ekan bizga hayotlik bergan, bütün rizqlarni bergan Alloh taologa shukr qilish va u Allohni yaxshi ko'rish asli bir insonniki normal tabiati. Bir yaxshilik qilgandan yaxshi ko'rmas deganni normal tabiat emas deymiz biz. Bir bola ota-onasini men yaxshi ko'rmayman desa nima deymiz? Asi, oqi bola. U eng axloqsiz bola deymiz. Nima uchun? Bay degandek ota-onasi u bola uchun nurg'unlagan bedellarni to'laydi. Nurg'un qiyinchiliklarni tatidi. Uningga eng yuqori darajada mehr shafqat yetkazadi. Endi dunyoga yo'q yerdan paydo qilgan, ota-onasi bergan yaxshiliklarning manbasi bo'lgan Alloh taoloni bir odamningki tunib, uni yaxshi ko'rmasligi bu eng cho'ng tuzkorlik. Shuning uchun insonlar bu jihatda ikkiga ayrildi. Birisi tuzkor insonlar. Tuzkor deganning arabchasi nima? Kofir. Odatda dehqonni kofir deydi. Nima uchun? Urug'ni yer ko'mganlik uchun ko'mguchi degan ma'noda. Kofir degan Allohning ne'matini ko'midi, uni ko'rolmaydi. Yana bir turkumi chi desa, Allohning ne'matini his qilib, Allohga ishonadi. Allohning ne'matini his qilgan odam Allohni haqiqiy shaklda, shunday eng ashaddiy shaklda yaxshi ko'radi. Shunga Alloh taolo mu'minlarning sifatini bayon qilgan vaqtda, "Vallazina amanu ashaddu hubban lillah" deydi. Allohga ishongan kishilar Allohni eng qattiq yaxshi ko'radi deydi. Chunki Allohga ishongan kishi degan Allohning o'ziga bergan ne'matini his qiladi. Uni tunuydi. Mana bu Allohni yaxshi ko'rgan insonlar, biz yuqorida o'tgandek mu'minun, ya'ni haqiqiy Allohning ne'matini tunugan va Allohni yaxshi ko'rgan kishilar. Albatta biz Allohni yaxshi ko'rishimiz kerak ekan. Chunki butun rizqni Alloh berib o'tibdi. Biz Allohning ne'mati ichida ekanmiz. Ajaba Alloh bizni yaxshi ko'ramdi? Alloh taolo Qur'oni Karimda nurg'un yerda ma'lum kishilarni yaxshi ko'radiganligini, hadislarda ma'lum ishlarni yaxshi ko'radiganligini va shu ishlarni qilganligini yaxshi ko'radiganligini aytdi. Biz Allohga hech nima qilib bermaganlikka bizni Alloh yaxshi ko'rsin. Lekin shunda turib Alloh taolo, ya'ni Vadud. Alloh taolo bu sifat orqali deydi-ki, men insonlarga hech qanday ehtiyojim bo'lmasa-mu, insonlar menga hech qanday bir foyda yetkazmasa-mu, men bandalarim ichidan ma'lum kishilarni Vadud sifatim bilan yaxshi ko'raman deydi.
Qarindoshlar, Allohning haqiqiy yaxshi ko'rishiga erishish boshqa bir narsa. Allohning muhabbati insonga yuk bo'lmaydi, insonga energiya bo'ladi. Allohdan boshqa har qanday bir narsaga muhabbat bog'lagan odam, u muhabbat bog'lagan narsadan chuqum azor yeydi, u sababli chuqum azob tortadi. Masalan, bir odam mol dunyoga muhabbat bog'lasa, chuqum u mol dunyo sababli ma'lum bir azobni tortishi mumkin. Bolasiga haddidan ziyoda muhabbat bog'lasa, u muhabbatni Alloh muhabbatiga, Alloh sevgisiga bog'lamasa, u bolasidan aziyat yeyishi mumkin. Bugungi kunimizga masalalarning hammasini yig'sak, ya iqtisodiy masala, ya oila masalasi, ayol masalasi, farzand masalasi, hammasi biz yaxshi ko'rgan narsalar-ku. Ammo biz Allohni yaxshi ko'rsak, Allohga muhabbat bog'lasak, Alloh bizni yaxshi ko'rsa, bizningki hech qanday masalamiz qolmaydi. Va shundaqla dunyo va oxiratlik g'amimiz butunlay tugaydi. Alloh taolo fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Agar men bir bandani yaxshi ko'rsam, men o bandamning anglaydigan quli bo'laman deydi. O'ylab boqinglar. Yaratgan egimiz, butun koinotning egisi, butun planetlarning egisi bo'lgan egimiz bizni yaxshi ko'rsa, bizning anglaydigan qulimiz bo'ldi degan gap. Bizning qulimiz faqat o'zimizga foydali, manfaatli narsani anglaydi. Behuda, manfaatsiz bo'lgan narsani anglamaydi degan gap. Va basarahu allazi yubsiru bih. Men bandamning ko'radigan ko'zi bo'laman deydi. Paydalık narsani ko'radi. Haram narsani ko'rmaydi. Ya'ni dunyo va oxirat uchun paydalık bo'lgan narsani ko'radi. Va yaduhullazi yabthishu biha. Tutadigan qo'li bilaman deydi. Va rijluhullazi yamshi biha. Mangadigan puti bilaman deydi. Ya'ni bu deganligi u bandaninki dunyo va oxiratlik masalasi hal bo'ldi degan. O'ylab boqinglar, Alloh taolo bizning kulishimizni bizga yordam bersa, anglashimizni bizga yordam bersa, tutishimizni bizga yordam bersa, minishimizni bizga yordam bersa, nima qoldi bizning so'raydigan? Va shundaqla wala in sa'alani la utiyannahu. Agar u bandam, ya'ni men bir bandani yaxshi ko'rsam, u bandam mendan bir narsa so'rasa, men uningga beraman. Ajoyib cho'ng bir ish bu. Va shundaqla Allohning biz yaxshi ko'rishiga erishsak, biz iymonda taraf qolmaymiz. Hayotimizning oxirigacha iymon bilan ketamiz. O'limdan ilgari Alloh taolo bizni yaxshi o'lim bilan ilib ketadi va shundaqla yaxshilarga bizni muvaffaq qiladi. Chunki Alloh taolo ma dunyoda mansabni, mol dunyoni yaxshi ko'rgan kishiga beradi, yaxshi ko'rmagan kishiga beradi. Ammo iymonni faqat va faqat yaxshi ko'rgan kishiga beradi. Sabit iymonni, sop iymonni yaxshi ko'rgan kishilar bilan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdi: "Va innalloha yu'ti dunya man yuhib va man la yuhib." Alloh taolo dunyoni yaxshi ko'rgan va yaxshi ko'rmagan kishilarga beradi. "Va la yu'til iymana illa man ahab." Ammo iymonni mustahkam bo'lgan, shak bo'lmagan, rayb bo'lmagan iymonni faqat Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga beradi deydi. Demak, bizningki dunyo va oxirat qilmasimiz hal bo'lamdi ekan, hal bo'ladi. Va shundaqla Alloh taolo bizni yaxshi o'lim bilan ilib ketadi. Va shundaqla bizni Alloh taolo ma dunyoda xatolashib qolsak, agar Alloh taolo bizni yaxshi ko'rgan bo'lsa, xatoligimizni qo'ymaydi. Ma'lum ishlar orqali bizni ogohlantiradi va shundaqla ma dunyoda azroq musibat berib bizni jazolash orqali u gunohdan bizni ogohlantiradi, keyin yondiradi. Bu nurg'un buloqliq. Masalan, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning sahobalaridan Abdullah ibn Mug'affal naql qilgan hadisda bir sahoba jahiliyat vaqtida islomga kirishdan ilgari bir ayoldan yomon ish qilib qolgan. Bu sahoba musulmon bo'lgandan keyin u ayoldan yo'lda uchrashib qolgan. Shaytoni g'olib kelib bu ayolga qo'l uzatgan. Qo'l uzatgandan keyin bu ayol bizni Alloh iymon bilan sharaflantirdi, shirkdan qutuldirdi, tavba qil degan mazmunda gap qilgan vaqtda bu sahoba darhol qo'lini tortgan, bir ko'chaning ichiga kirib ketgan. Ko'chaning ichiga kirib ketib bo'lgandan keyin yana shaytoni g'olib kelib keyiniga shunda qarab mengishi tamg'i jangday usgan. Usgandan keyin biroz o'ylangan bu sahoba. O'ylanib berib Rasulullohga shunday ish bo'ldi degan. Bu vaqtda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degan: "Anta abdun aradallohu bika khayran." Sen Alloh yaxshilikni iroda qilgan banda ekansan. Ya'ni sen Alloh yaxshi ko'radigan banda ekansan. Iza aradallohu azza va jalla bi abdin khayran ajjala lahu uqubata dhanbi. Agar Alloh taolo bir bandaga yaxshilikni iroda qilsa, ya'ni uni yaxshi ko'rsa, gunohining jazosini ma dunyoda o'ldirib beradi. Demak, beshimizga ba'zi vaqtda ba'zi musibatlarning kelishi, hatto ba'zi gunohlarga himmat qilgan vaqtimizda, ba'zi gunohlarni ishlamoqchi bo'lgan vaqtimizda beshimizga ba'zi falokatlarning kelishi bu bizga ogohlantirish. Agar Alloh taolo bizni yaxshi ko'rmasa, quyutadi bizni. Gunohimizni ishkilab mengaveramiz. Oxiri nima bo'ladi? Bag'da. Tuyuqsiz Alloh taolo bizni tutadi. Bu quyutish deb ataladi. Quyutish nihoyat xatarlik. Ammo ba'zi musibatlar sababli o'zimizni tekshirishga fursatning yaratilishi. Men nimani xato qildim? Qanday yo'lda ketyapman? deb ba'zi musibatlar orqali bizni o'yg'atganligi bu Allohningki bizni yaxshi ko'rganligining bir alomati. Va shundaqla Alloh bizni yaxshi ko'rsa, yuqorida o'tganimizdek, Alloh taolo bizni vafot bo'lishdan ilgari manfaatli, foydali ishga muyassar qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Iza aradallohu azza va jalla bi abdin khayran asalahu." Alloh taolo bir bandaga yaxshilikni iroda qilsa, ya'ni uni yaxshi ko'rsa, uni asal qiladi deb sahobalar asal qiladi degan gap Rasululloh deb so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vafotidan ilgari uningga yaxshi bir ishni muvaffaq qiladi, hayotini yaxshi ishda oxirlashtiradi deydi. Demak, bizning hayotimiz Alloh taolo agar bizni yaxshi ko'rsa, biz Alloh yaxshi ko'rgan bandalarning qatoridan bo'la olsak, bizning hayotimiz inshaalloh dunyo oxiratlik bir kapolatga ega bo'ldi degan gap. Va shundaqla
Allah bizni yaxshi ko'rsa, ma dunyodagi insonlar bizni yaxshi ko'radi. Chunki Allah bizni yaxshi ko'rgan vaqtida Alloh taolo Jibril alayhissalomni chaqirib, "Inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu." Men paloni bandamni yaxshi ko'raman. Ey Jibril, sen uni yaxshi ko'r deydi. Jibril alayhissalom uni yaxshi ko'radi. Ondan keyin osmonda nido qiladi, "Innalloha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Palonni Allah yaxshi ko'radi, uni yaxshi ko'ringlar deydi. Ondan keyin uni osmon ahli yaxshi ko'radi. Yani perişteler yaxshi ko'radi. Allah yaxshi ko'rgandan keyin, Jibril alayhissalom yaxshi ko'rgandan keyin, osmon ahli yaxshi ko'rgandan keyin nima bo'ldi bilamizlar? Summa yudau lahul qubudu fil ard. Ondan keyin uningga ziminda itibarga ilinishdan iborat bir sharaf, bir mansabni beradi. Yani ziminda, yani yer yuzida kishilar uni yaxshi ko'radi, uni qabul qiladi, uni e'tirof qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir hadisda ahabbakum ilalloh, ahabbakum ilannas. Allohning eng yaxshi ko'rdigini sening ichinglardan kishilar yaxshi ko'rdigini deydi. Kishilar qanday yaxshi ko'radi? Kishilarga manfaat yetkazgan odamni. Allohga eng yaxshi ko'rgan amal qaysi? Kishilarga manfaat yetkazish. Demak, Allohning bizni yaxshi ko'rsa, biz sanab bo'lolmaydigan nurg'un bizni in'omlar bilan in'omlantiradi. Shundaqla nurg'un maqomlarga bizni yetkazadi va shundaqla nurg'un masalamizni hal qiladi. Masalan, Alloh taolo bizni yaxshi ko'rsa bo'ladi, oilamizga xotirjamlik ato qiladi. Oilamizga huzur beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda, "Innalloha iza ahabba ahli baytin adkhala alayhimur rifq." Alloh taolo bir oilani yaxshi ko'rsa, ularga muloyimlikni beradi deydi. Allah Taala bir oilani yaxshi ko'rsa, eriga muloyimlikni beradi. Ayoliga muloyimlikni beradi. Eri ayoliga qalaymiqan vaqirab jaqirmaydi. Ayoli bishamlik qilmaydi. Ya'ni oila huzur ichida bo'ladi deydi. Demak, biz Allohning sevgisiga erishsak, bizning mohiyatdagi, oxiratdagi nurg'unlagan g'amlarimiz hal bo'ladi degan gap. Unda bo'lsa, bizning nishonimiz nima bo'lish kerak ekan? Alloh yaxshi ko'radigan bandalardan bo'lish kerak ekan. Allohning sevgisiga erishish, Allohning muhabbatiga erishish bo'lish kerak ekan. Unda biz qanday qilib Allohning muhabbatiga erishamiz? Qanday qilib Alloh yaxshi ko'radigan bandalardan bo'lamiz? Alloh taolo mana bu shunday o'zi yaxshi ko'rgan kishilarga beradigan maqomni va in'omlarni deb bo'lgandan keyin qanday kishilarni yaxshi ko'radiganligini, qanday ishlarni yaxshi ko'radiganligini Qur'on va hadislarda bir-birlab bayon qilgan. Alloh taolo Qur'on Karimda kimlarni yaxshi ko'radiganligini bayon qilib, "Innalloha yuhibbut tawwabin" deydi. Alloh taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi deydi. Bu ayet hakkında o'ylaylik qarindoshlar. Bu Allah ajoyib mehribon Allohki, ajoyib o'zimizni atashga loyiq ilohki, gunoh qilmagan bandalimni demaydi, ha? Xatolik o'tkazmagan bandalimni yaxshi ko'raman demaydi Alloh taolo. Nima deydi? Tawwabin. Tawwabin degan nima gap? Xatolik o'tkazgan, gunoh qilgan, ammo gunohida turmay tavba qilgan bandalarim deydi. Bu Allohning yana naqadar rahimdil, naqadar shafqatli ekanligini ko'rsatadi. Shuning uchun bu Vadud ismi ko'p hollarda Rahim ismi bilan va shundaqla G'afur ismi bilan birga keladi. Qur'on Karimda ikki yerda keladi. Bir yerda G'afur ismi bilan, yana bir yerda Rahim ismi bilan keladi. Va huval g'afurul vadud. Inna robbi rahimu vadud. Ya'ni Robbim nihoyatda afuchan, kechirimchan va shundaqla so'yguchi deydi. Birisi yomonlik qilsa, eng yaxshilarimiz uni kechirishimiz mumkin. Ammo Alloh taolo o'zining bandalari xatolik qilsa, o'zining siziqiga, qizil siziqiga dassa, qanday qiladi ekan? Uni kechiradi va shundaqla uni yaxshi ko'radi. Demak, birinchisi Alloh taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi ekan. Unda bo'lgan ekan qanday qilamiz? Darhol meyli nima ish qilib solgan bo'lsak, tavba qilamiz. Tavbaning shartini bilasizmi? Birinchisi ixlos, ya'ni samimiy bo'lish, ikkinchisi shu gunohni ikkinchi qatim qilmaslik. Shundaqla pushaymon qilish. Texmi yaxshi qilamiz desak tavbani, shu qilgan gunohimizning barobarga yaxshilarni yoki shu gunohga atab yaxshilarni ko'proq qilish. Ikkinchisi Alloh yaxshi ko'rgan kishilar al-mu'minul qawi khayrun va ahabbu ilalloh minal mu'minid da'if deydi. Alloh taolo kuchli mu'minni yaxshi ko'radi deydi. Kuchli degan nima? İmani jihatda kuchli, har jihatda kuchli bo'lgan mu'minni yaxshi ko'radi. Jismoniy jihatda, moddiy jihatda, imoniy jihatda bo'lgan kuchli mu'minni yaxshi ko'radi. Bizning dinimiz izrangu, bushang, yavaş din emas. Kuchli bo'lishga targ'ib qiladigan, yaxshi o'qishga targ'ib qiladigan, har jihatda, imoniy jihatda, moddiy jihatda kuchli bo'lishga targ'ib qiladigan din. Bu sababdan Alloh taolo deydi, kuchli mu'min, ojiz mu'minni Allohga yaxshi ko'rilguchiroq, suyumlikroq deydi. To'g'ri, mu'min bo'lganligi uchun uni yaxshi ko'radi Alloh taolo, lekin kuchli mu'minni texmi yaxshi ko'radi. Unda bo'lgan ekan, bir musulmon asla va asla ojiz bo'lmaydi. Imoniy jihatda ojiz bo'lmaydi. E'tiqodiy jihatda ojiz bo'lmaydi. Mushundaq bo'lgan vaqtimizda andan keyin Allohning sevgisiga, muhabbatiga loyiq bo'lamiz. Uchinchisi, ahabbun nas ilalloh anfa'uhum linnas. Kishilardan Allohga eng suyumliki, eng yaxshi ko'rildigini kimkan? Anfa'uhum linnas. Kishilarga eng ko'p manfaat yetkazdigini. Kishilarga eng ko'p manfaat yetkazgan odam kishilar tarafidan tabiiy suyuladi. Shu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Tabukda xutba o'qigan vaqtida ala diqqat degan vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom chuqur muhim gaplarni qiladi. Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilalloh. Men sizlarning ichinglardan Allohga eng suyumli bo'lganini xabar beraymi dedi. Sahobalar hamda bir sahobaning ismini tilga olib falan Alloh yaxshi ko'radi degudek deb o'ylasak, Allohning payg'ambari nima dedi? Ahabbakum ilalloh, ahabbakum ilannas. Alloh eng suyumlikroqinglar, kishilarga eng suyumlikroqinglar dedi. Demak, kishilarga manfaat yetkazib,
Kişiler tarafından suyulgan adam Allah tarafından mı suyuldu? Dördüncüsü Allah Teala innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinlarni yaxshi ko'radi. Muhsin degan kim bilamsizlar? Namoz o'qisin, ro'za tutsin, haj qilsin, tijorat qilsin, o'qisin, qilgan har bir ishini voyaga yetkazib puxta qilguvchi degan gap. Allah Teala mana o'shanda qo'lning uchida chiqaradigan, ish xo'shaqmaydigan, vurun emas, nima ish qilsa voyaga yetkazib puxta qitri qilib qildigan kishini Allah Teala yaxshi ko'radi deydi. Demak, musulmon degan ajoyib sifatli inson. Musulmon degan kuchli inson, musulmon degan bir ish qilsa bo'shan olmaydi. Bir ish qilsa eng yaxshi qiladigan inson. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir hadisda innalloha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu deydi. Alloh taolo sizlarning biringlar bir ish qilgan vaqtda uni puxta qilishinglarni yaxshi ko'radi deydi. Unda bo'lgan ekan biz Allohning bir muhabbatiga erishildi ekanmiz. O'quvchi bo'lsak, voyaga yetkazib o'qish kerak. Tijoratchi bo'lsak, bu tijoratda kuchimizning yetishicha eng yuqori pallaga yetish uchun tirishishimiz kerak. Albatta buning beshida iymon, ibodat eng beshida keladi. Beshinchisi Alloh taolo kimni yaxshi ko'radi? Qur'on Karimda Alloh taolo innalloha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Alloh taolo o'zining yo'lida kurash qilganlarni yaxshi ko'radi. Bu kurash qilganlarning sharti va sifati va qanday sharti va saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ular bir sab bo'ladi-ki, mustahkam binoga o'xshash. Bir mujohid bo'lish, Alloh yo'lida kurashchi, g'ozi bo'lishlar Allohning muhabbatiga yetalik emas ekanligini Alloh taolo bu oyat xabar berdi. Alloh yo'lida g'ozi, Alloh yo'lida mujohid bo'lishlar birga ichida da'talash bo'lmaslik kerak. Ichida birisi-birisini e'tirof qilmaslik, ixtilof bo'lmaslik kerak. Mujohid bo'lib, ya'ni ichida da'talash bo'lsa, birisi-birisini e'tirof qilmasa, ichki nizo bo'lsa, Allohning yaxshi ko'radigan mujohidlar degan bu sifatga yana loyiq bo'lmagan bo'ladi. Chunki Alloh taolo innalloha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Mustahkam qo'rg'on kabi sab bo'lib urush qilgan mujohidlarni yaxshi ko'radi dedi. Oltinchisi, Alloh yaxshi ko'radigan kishilar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom man ahabbu ibadallohi ilalloh. Qaranglar, sahabalarmı Allah en yaxshi ko'radigan kishilarning kim ekanligiga qiziqatdi. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan bek ko'p so'ralgan bu savol. Bir kishilar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga qarshi kelib, "Ey Rasululloh, Allohga eng suyimli kishilar kim?" deb so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ahsanuhum xuluqa, axloq eng go'zal bo'lgan kishilar dedi. Demak, qarab baqadigan bo'lsak, Alloh yaxshi ko'radigan kishilarni Alloh taolo bir adam qilib qo'ymadi. Faqat mujohidlar qilib qo'ymadi. Faqat muhsinlar qilib qo'ymadi. Faqat axloqi go'zal bo'lsin deb bir sifat bilan bog'lab qo'ymadi. Biz hozir 6 sanadik. Buningdan ko'p Allah yaxshi ko'radigan kishilar bor. Demak, biz agar Allohning bir muhabbatiga erishishlik, ma dunyo oxiratlik masalamiz hal bo'lsin deydi ekanmiz. O'zimiz cho'qim mushlardan birisi bo'lishga tirishishimiz kerak. Shundaqla Alloh yaxshi ko'radigan amallar bor. Shu amallardan birisini qilish orqali Alloh yaxshi ko'radigan maqomga, Allohningki Habibulloh bo'lishga nisb bo'la olamiz. Allohning Habibullohsi, Allohning yaxshi ko'radigan odam bo'lish uchun qilishga tegishli ishlar qaysi? Birinchisi bo'lsa, Alloh taolo Qur'on Karimda "Qul in kuntum tuhibbunalloh fattabi'uni yuhibbukumulloh." Ey Muhammad alayhisalom, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, ma agishinglar danglar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga agishinglar demoqchi. Biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga agashsak nima bo'ladi? Yuhibbukumulloh. Alloh sizni yaxshi ko'radi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga agashganda bo'ladi? Imonlarimizda, ibodatlarimizda, ish harakatlarimizda, axloqimizda, tijoratimizda, hamma narsamizda, so'z harakatimizda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga o'xshash yashagan vaqtimizda, undan keyin biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga agashgan bo'lamiz. Mana shu vaqtda yuhibbukumulloh. Alloh bizni yaxshi ko'radi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 1400 yil ilgari yashagan, uning hadisi vahiy emas, va uningga hozir agashkili bo'lmaydi. Mao degan hozir 21-asr, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 6-asrda yashagan odam. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vafot topgani 14 asr bo'ldi. Shunga uning shariati hozir kuchga emas degan insonlar asla va asla Allohning sevgisiga, Allohningki muhabbatiga erishamaydi. Ko'p hollarda mush yoshlarningki beshini ashunda qaydirdi. Qanday qildi desa, "Voy, qarab baq, 5-600 yil ilgari ishlar bugun kunimizdagi maskelamda desa, maskemaydi. Qarab baq, 5-600 yil ilgirki ishlar bugun kunimizga mos kelmasa, 1400 yil ilgari kelgan payg'ambarning so'zlari bugun kunimizga qanday mos kelsin deydi. Amaliyotda bu yerda nihoyatda bir saxtalik bor. O qaysi deganda, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga kompyuter yasashni o'rgatmadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga texnika o'rgatmadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga aqida o'rgatdi, axloq o'rgatdi, iymon o'rgatdi, amal ibodat o'rgatdi. Aqida, tavhid, amal ibodat, axloq deganning vaqti yo'q. Necha ming yil o'simi buzuqchilik, yana buzuqchilik. Necha ming yil o'simi yolg'on, yine xato ish. Necha ming yil o'simi zina fohisha, yine xato ish. Demak, mana bu shunda gap o'yinchish orqali ba'zi din dushmanlari bizni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning yo'lidan ayirmoqchi bo'lyapti. Amaliyotda biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning yo'lidan ayrilgan vaqtimizda Allohning sevgisidan, Allohning muhabbatidan ayirib qolamiz. Shunga Alloh taolo buni Allohdan, Allohning sevgisiga erishaman dedigansizlar, fattabi'uni. Menga agishingdan ey Muhammad alayhisalom deb Qur'on Karimda bu oyatni keltirgan. Albatta, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom agishganda bo'ldi, uning sunnatiga agish bilan bo'ladi. Allohning sevgisiga bizni erishtirgan ishlarni
ikkinchisi bo'lsa, biz sal qaraydigan, ba'zida o'qimaydigan namozning sunnatlari va ya, oddiy kurab, ana shu bizni Allohning muhabbatiga, Allohning sevgisiga erishtiradi. Ba'zida vitrni qisqartib o'qiymiz, ba'zida oldirishib sunnat o'qimaymiz. Amaliyotda mana mushu nafl namozlar bizni Allohning muhabbatiga erishtiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda: "Va ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Bandam menga mushu nafl namozlar bilan, namozning sunnati bir nafl namozlar bilan doim bo'lsa, men uni eng oxirida yaxshi ko'raman deydi. Ya'ni vaqtliq emas, doim shundoq nafl namozlarni tashlamasa, men uni yaxshi ko'raman. Agar men uni yaxshi ko'rsam, biz yuqorida o'tgandek, men uning quloqi bo'laman, men uning ko'zi bo'laman, men uning qo'li bo'laman, men uning puti bo'laman. Agar u bandam mendan so'rasa, men uningga beraman deydi. Allohning sevgisiga erishtiradigan ishlarning uchinchisi bo'lsa, dunyoga qalb jihatda bog'lanib qolmaslik. Ya'ni ma dunyoni mengu yashaydigan yerimizdek, bizning g'oyimizningki faqat mushu dunyoda yashash uchun kelgandek maxil tuyg'uda bulab qolmasligimiz kerak. Agar biz maxil tuyg'uda bulab qolsak, Allohning sevgisiga erishamaymiz. Bayda dedik-ku, sahobalar bu Allohning sevgisini qo'g'lishatdi. Zoda nima ish qilsak Allohning sevgisiga erishalaymiz deb bu vaqtda iznatdi. Bir sahoba payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan yana so'radi: "Ey Rasululloh, men nima ish qilsam Alloh meni yaxshi ko'radi va kishilar meni yaxshi ko'radi?" deb so'radi. Ya'ni Alloh meni yaxshi ko'rsa, kishilar meni yaxshi ko'rsa deb umid qilib buni so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bunning formulasini berdi. "İzhad fid dunya yuhibbukalloh." Ma dunyoda zohid bo'l, Alloh seni yaxshi ko'radi. Dunyoda zohid bo'l degan gap, ma dunyoda tirishma, pul topma degan gap emas. Dunyoni qalbingga sulma degan gap. Dunyoning vaqtliq turadigan joy ekanligini unutma degan gap. Mana bu shunday qilsang, Alloh seni yaxshi ko'radi. Vazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kishilarning yendagi narsaga qalbingni bog'lama. Ya'ni kishilarning qishidagi narsani so'ma, kishilar seni yaxshi ko'radi deb buning formulasini deb berdi. Onundan boshqa nurg'ulg'an amallar bor. Biz qila oladigan oddiy amallar bor. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Ahabbul a'mal ilalloh sururun tudkhiluhu ala muslim." Allohga eng yaxshi ko'radigan amal musulmonga bir xushallik yetkazиш deydi. Bir odam to'g'ri ishlar bilan bir musulmonni xushal qildimi, hatto chiroyiga tabassum bilan qarab bir xushal qildimi, u Allohga eng yaxshi ko'radigan amal. Aw takshifu anhu kurba, yoki uning bir qiyinchiligini ko'tarib olsa. Aw tatrudu anhu ju'an, yoki uning ochligini qo'g'lasa, ya'ni uni bir to'yg'azsa. Aw taqdi anhu daynan, yoki uning bir qarzini ko'tarib olsa, mana shu Alloh eng yaxshi ko'radigan amallar. Ahabbul a'mal ilalloh, ya'ni Alloh eng yaxshi ko'radigan amallar adwamuha va in qal. Az bo'lsa-mu davom qilgan. Allah Taalaga cho'ng ish qilish shart emas, ko'p ish qilish shart emas. Az bo'lsa-mu davom qiladigan sifatlik ish Alloh eng yaxshi ko'rildi. Oxirida bir ish bilan so'zimizni oxirlashtiraylik. Alloh Taala yaxshi ko'radigan va shundaqla Alloh Taala ularga kuladigan va shundaqla Alloh Taala ularga jannat bilan bishorat beradigan 3 turli kishi bor. Biz bu 3 turli kishining cho'qim birisi bo'la olamiz. Alloh Taala yaxshi ko'radiganni tushundik shundaqo. Alloh Taala kuladiganni tushunamdik. Alloh Taala kulsa nima bo'ladi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda: "İza zahika rabbuk fala hisab." Agar sizning Robbing kulsa, sana hisob yo'q deydi. Ya'ni Robbimizning kulishiga erishdikmi, qiyomat kuni hisob yo'q degan. Ham unda bo'lsa, Alloh yaxshi ko'radigan, Alloh kuladigan, Alloh jannatni xush bishorat beradigan bu 3 kishi kimkan? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisining davomida: "İzan kashafat fi'atun qatila wara'aha bi nafsihi lillahi azza va jalla." Bir mujohid, bir bo'lak kishilar bilan jihadga chiqdi, boshqasi mag'lub bo'ldi, o'zi yolg'iz qoldi. Bu Alloh uchun o'zi keyniga yanmay urush qilgan bo'lsa, ya o'ldirilgan bo'lsa, yoki shayton bo'lsa, yoki g'alaba qilgan bo'lsa, mana shu Alloh kuladigan, yaxshi ko'radigan, jannat bilan bishorat beradigan kishi bo'ladi. Alloh taolo bu bandaga qarata: "Unduru ila abdi hada kayfa sabara li bi nafsi." Ma bandamga qaranglar. U qandoq sabr qildi deb faxr qiladi. Ikkinchisi bo'lsa: "Vallazi lahu imraatun hasana." Güzel ayoli var, yumshoq ko'pisi var. Fayaqumu minal layl, ko'pisini issiq yotqinni tashlab, kechida o'rnidan turib tahajjud o'qigan bo'lsa, yana shu Alloh kuladigan, Alloh jannat bilan bishorat beradigan kishi. Alloh taolo bu banda qarata: "Yadharu shahvatahu fayudakkiruni walau sha'a raqada." Mana o'zining shahvatini, nafs tatgan ishlarni meni deb tashladi. Meni aslash uchun tashladi. Agar xohlagan bo'lsa uxlay olaydi deb farishtalarga faxr qiladi. Uchinchisi: "Vallazi iza kana fi safar." Yani seferde onun bilan bir bo'lak karvon billa bor, herib charchagan, karvon bilan uxladi. Ana shunda hammasi herib charchagan, uxlagan paytda at deganda o'rnidan qopab, yana tahajjud namozi o'qidi. Demak, ma 3 odamning birisi chuqur bo'la olamiz. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'radigan amallar, o'zi yaxshi ko'radigan kishilarni mana shunday turli yo'llar bilan Qur'onda va hadisda bayon qilish orqali bizga yana shafqatini ko'rsatmoqda. Ya'ni bizni yaxshi ko'radiganligini, bizni yaxshi ko'rish uchun nurg'ulg'an bahona sabablarni bizga qo'ymoqda. Endi eng oson depraymi? Allohning sevgisiga erishadigan eng oson yo'l mujohid bo'lanmidik. Kechida tahajjud o'qiyanmidik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ilalloh."
Allah en yaxshi ko'radigan so'zdan xabar beraymi? Qultu dedim ben. Ya Rasulullah akhbirni. Ya Rasulullah Allah yaxshi ko'radigan so'zni deb pasla dedim. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom inna habbal kalami ilalloh. Allohga en yaxshi ko'rilgan so'z subhanallohi va bihamdi. Bir cümle söz. Nəhayət addiğo. Yana bizni Allah yaxshi ko'radi. Ma bandalarim mening muhabbetimga erishib olsun. Mening muhabbetimga erishib dunyo va oxiratlik nijotni qo'lga keltirib olsun deb mana shundaq bizga eng oson yo'llarning hammasini bayon qilib berdi. Endi Allah bizni yaxshi ko'rgan bo'lsa, Allohning bizni yaxshi ko'rganligini his qila olamdik, bila olamdik. Agar bizda yuqorqi biz sanab o'tgan ishlarningki va yoki sifatlarning birisi bo'lsa, bizni Allohning yaxshi ko'rgan bo'lish ehtimoli eng kuchli. Va shundaqla biz Allohga taqvodorlik qilib turib, noiti qo'rqib turib, haromdan qochib turib, ana shundaq turgan paytimizda beshimizga yana musibat kelgan bo'lsa, bu uchuqdan uchuq bizni Allohning yaxshi ko'radiganligini ko'rsatdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdi: "Innalloha ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum." Alloh taolo bir qavmni yaxshi ko'rsa, imtihon qiladi. Nima uchun? Darajasini ko'tarish uchun. Faman radiya falahu rida. Agar ana shundaq musibat kelgan vaqtimi, men Allohning yaxshi ko'rgan bandasi ekan deb rozi bo'lsa, uningga sabr qilsa, Alloh uningdan rozi bo'ladi deydi. Ba'zi vaqtda Alloh bizni yaxshi ko'rsa, nima uchun ba'zi musibatlarni beradi? Nima uchun shunda taqvodorlik qilsak, nima uchun shunda haromdan yiroq tursak, nima uchun pullarimizdan zakotni ayirib tursak, ba'zi bir ziyonlar, ba'zi bir qiyinchiliklar keldi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Amaliyotda biz ana shundaq taqvodorlik qilib turgan bo'lsakmi, ba'zi musibatlar kelgan bo'lsa, bu Allohning yaxshi ko'rganligi. Bu sababdan eng qattiq imtihon qilinganlar kim? Payg'ambarlar. Eng qattiq imtihon qilingani kim? Ayyub alayhissalom. Eng qattiq imtihon qilingani kim? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom. Qizlari taloq qilindi, o'zining yurtidan qo'g'lab chiqarildi. Ajoyib musibatlarga uchradi, imtihon qilindi. Bu Allohningki yaxshi ko'rmaganligimi? Tashlab o'tganligimi? Dal aksicha. Bir odam Allohning yo'lida bo'ldi ekan, uning o musibat keldi ekan, bu shaksiz Allohning uni yaxshi ko'rganligi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zi yaxshi ko'radigan kishilarning qatoridan qilsin. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo bizni o'zi yaxshi ko'radigan amallarga bizni muyassar qilsin. Alloh taolodan xuddi Davud alayhissalom tilagandek, Allohumma inna as'aluka hubbuk. Ey Alloh, biz seningdan o'sha yerda o'tirgan butun kishilar hammamiz birlikda sening so'ygingni, muhabbatingni yaxshi ko'rishini so'raymiz ey Alloh. Va hubbu man yuhibbuk. Sen yaxshi ko'rgan kishilarning muhabbatini so'raymiz ey Alloh. Val amal allazi yublighuni hubbak. Sening muhabbatingga, yaxshi ko'rishingga erishtiradigan amalga bizni muyassar qilishini so'raymiz ey Allah. Allahumma ij'al hubbak ahabbu ilayya min nafsi. Ey Allah, sening so'ygingni, sening muhabbatingni, sening yaxshi ko'rishingni bizga o'zimizni suyumli qilgin. Ana sen yuqorida bizga xabar bergan yaxshi amallarni bizga bizning nafsimizdan yaxshi ko'riladigan qilgin va bizning oilamizdan ana shu sen yaxshi ko'riladigan amallarni bizga suyumli qilgin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zi yaxshi ko'radigan kishilar qatoridan qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.